Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qadrli obunachilar. Bugungi videomizda konteyner mahsulotlari, undan tashqari konteyner dilisidan yasalgan turbalar, qorilar, kemalar, betonomeshalkalar hammasini narxini yoritib beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Dehqonobod komenterindan bo'lyapti. Narxlari juda ham arzon, dastavkalar butun O'zbekiston bo'yicha kelishilgan narxlarda yetkazib berishar ekan. Videomizni boshida qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib, gruppalarga, tanish-bilishlarga jo'natib qo'ysanglar, kimgadir foydasi tegib qolishi mumkin. Qani biz bo'lmasa boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Usta aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, usta aka, birinchi mana shu konteynerni lagasidan boshlaylik aka. Bularimiz razmeri nechalik bo'ladi? Bularimiz razmeri uzunligi 230 bo'ladi. Ikkala borti 5 santidan, tepasi esa 12 santi bo'ladi. 12 santi. Qalinligi 4 stenada bo'ladi aka. 4 stena bo'ladi. Qanchadan berilyapti hozir? Bularimizni optimga o'sha arzonroq chiqarib beramiz, 78 mingdan beramiz aka. 78 ming so'mdan, ha? Chepcha kelishtiriladi ko'proq bo'lsa? Ha, kelishtirib beramiz. Kelishtirib beriladi. Xo'sh, undan tashqari baliq ko'li bor akalarimiz-chi, bu nima deylardi? Shandor aka. Shandor. Qalin to'rlik 3/1dan tayyorlanganda. Ha, bunisi qalindan tayyorlangan. Narigi tomondagi yuqasidan tayyorlangan, standart, ha? Buni qancha qilib berilyapti? Bularimizdagi 2 million 400 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 295 bo'ladi. 50 bo'ladi razmeri. Tushunarli. 2 million 400 ming so'm. Xo'sh, mana bu lo'tkalarimiz-chi? Bu lo'tkalarimiz narxi 1 million 200 ming so'm kelishib beriladi. 1 million 200 ming so'm, buni o'sha xohlagan razmerda yasab berilaveradi, usta aka. Suv idishlarimiz-chi? Bularimiz 1,5 tonna suv idish, yopiq bo'ladi, 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Tushunarli. Mana bu yerda mana bochkani ham aytib ketaylik. Bularimiz necha tonnalik? Bularimiz ham o'sha 1 tonna 600 shuna atrofida oladi. Atrofida chiqadi. Narxi buni ham arzon qilib beramiz, 1 million 400 ming so'm qilib beramiz. Joy bo'shatishadi. Gap yo'q. Lagalarimiz bitta tomoni katta, bitta tomoni kichkinasi. Bir taraf kaltalari 75 ming so'm. Ichida qovurg'alari esa 85 ming so'm aka. 85 ming so'mdan. Tushunarli. Mana bu profillarimiz-chi, usta aka? Bu profillarimiz 11lik S deyiladi. Narxi 30 ming so'm beriladi. 30 ming so'm bir donasi. Bir donasi. Uzunligi qancha bo'ladi? Uzunligi 233 bo'ladi. 230. Bu P'larimiz-chi? Bu 2 metrlik P holatda bukilgan. Bularimizni 19 ming so'm qilib beramiz. 19 ming so'mdan. Mana bularimiz usta aka? Bularimiz 7lik profil, uzunligi 230 bo'ladi, o'sha konteyner tomlisidan bo'ladi bularning. Bularni 17,5 ming so'm qilib beramiz. 17,5 ming so'm. Bularimiz-chi? Ya bir xilmi? Ha, bular ham bir xil, 2 metrlik bular. Ya'ni qanaqangi konteyner profil kerak bo'lsa qilib berilaveradi. Ha, qilib berilaveradi. S profil, P profil, kapalak profil, hattoki latoklar ham tayyorlab berilaveradi ekan, usta aka. Meshalkalarimiz qanchadan berib beramiz? Bu meshalkalarimizni bularni ham joy bo'shatishga 3 million so'mdan berib beramiz. 3 million so'mdan yana kelishiladi. Ishlaydi, xudo xolasa? Ha, xudo xolasa ishlaydi aka. Ishlaydi, yaxshi. Xo'sh, mana bu tomonga aytib ketaylik. Bu Shandorning standarti, usta aka? Ha, bu standart Shandor. Narxlari? Bunimizning narxi aka 1 million 350 ming so'm qilib beramiz. 1 million 350 ming so'm. Ha, kelishtirib beriladi yana. Kami bor. Turbalarimiz-chi? Xo'sh, bu turbalarimiz 350 diametrda, 140 ming so'm, 1 metri, uzunligi 4 metr bo'ladi, 1.8 2 millimetrgacha qilib berilaveradi. 40ligi 160 ming so'm. 160 ming so'm. Bularimiz-chi? Bularimiz 300lik 130 ming so'm aka. 130 ming so'm. Bular 350 shekilli, usta aka? Ha, bular 350 bular. 350 narxi 140 ming so'm. Shunday usta aka? 140. Mana bularimiz-chi? Bularimiz aka 250 diametrda, narxi 110 ming so'm. Bular ham o'sha ichi ham tashim kraska bo'ladi. Ichi ham tashim. Shakllar aka mana bir ko'rib qo'ying, shakilni ko'rsatib qo'ying, obunachilarimiz. Uzun kesil ichkaridan ko'rsatsam yorib tushib qo'ysam, umuman teshigi yo'q ekan. Defekt yo'q aka. Fayl. Bularimiz-chi usta aka? Bularimiz 200lik. 200 ming so'm. 200lik diametrda. 95 ming so'm 1 metr. 95 ming so'm. Buni aytgan razmerda kesib berilaveradi, usta aka? Ha, bu razmerda kesib berilaveradi mana. Razmerda mana kesishib berishaveradi ekan akalarimiz. Polliqlarimiz qanchadan, usta aka? Polliqlarimiz 1 kvadrat 85 ming so'mdan 110 minggacha boshlanadi. O'sha o'zini holatiga qarab, sifatiga qarab berilaveradi. O'sha aytgan razmerga. 95 ming so'mdan. Aka o'zi aslida bu poltaxtalarimiz narxi 60 ming so'mdan, o'sha eng zo'ri sifatiga qarab narx balatlashib ketaveradi. 120 ming so'mgacha ketaveradi. Masalan, monosini o'sha 90 ming deydigan bo'lsangiz, 1 kvadrat. Mana bular o'sha 70 ming, 60 mingga to'g'ri kelaveradi. Holatiga qarab. Ya'ni 60 ming so'mdan 120 ming so'mgacha har xil razmerlarda bor ekan, u narigi tomonlarda ham ko'rib turibsiz. U taraflarda ham bor ekan. Xo'sh, shlakablok poddonlari-chi? Bularimiz 30 ming so'mdan beramiz aka bularni. Bir donasi 30 ming so'mdan, ha? Mana bu turbalarimiz nechilik, usta aka? Bu turbalarimiz diametri 130lik deyiladi, narxi 75 ming so'mdan bo'ladi. Uzunligi 4 metr bo'ladi aka. 4 metr. 4 metr. Kattaroq bo'lsa tashqarida bor ekan. Xo'sh, bularimiz kattalari-chi, usta aka? Bularimiz 280 talik, 120 ming so'm narxi, 2 stenada tayyorlangan.
To'ri 60 bo'ladi uzunligi. Ichi ham tashi ham kraska. Xo'sh, usta aka, mana bu xorilarni qanchadan qilib beramiz? Bu xorlarimiz 170 ming so'mdan 200 minggacha boshlanadi. 200 ming so'm. Endi ularning farqi stigi bori, stigi yo'g'i bo'ladi aka. Ya'ni 170 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bor tayyorlari. 6 ga 6 profillarimiz. 6 ga 6 profillarimiz 650 ming so'm aka. 650 ming so'm kami bor. Kami bor. Kami bor. Bu turbalarimiz nechilik usta aka? Bularimiz o'sha tashqarida aytib o'tganimizdek 200 lik turba. Bularimiz-chi? Bularimiz ham o'sha 150 lik turba. 150 lik turba. Ya'ni tashqarida turganlar shu yerda ichkarida ham bor. Ichkarida ham bor, assortiment ko'p aka, xolos. Buni tashqari aka sizlarda masalan o'choqlarni ham, tayyorlarni ham, zakotovkasini ham qilib beraverasizlar ekan. Ha, albatta qilib beramiz. 10 litrdan boshlanib, bu yoqda 200 litrgacha. 250 lik beriladi. 250 lik hammasi bor ekan. Xo'sh, mana bu 1 metrliklarimiz qancha berilyapti? Bu 1 metrliklarimiz 22 ming so'mdan berilyapti aka. 22 ming so'mdan 1 metr. 93 liklarchi usta aka? 93 liklarimiz 25 ming so'm. 25 ming so'm. Bu bochkamizni qancha qilib beramiz? Buni 8 million so'm qilib beramiz aka. Shu holati ya? Shu holati g'ildirak-pildiragi bilan turishi 8 million so'm. Ya'ni agar jazma olayman deydiganlar bo'lsa, kelishtirib beriladi. Kelishtirib beriladi. Eshikbozlarimiz-chi? Bu 115 ming so'mga 105 ming so'm. 105 ming so'm. Ya'ni katta kichikda farqi bor. Uzun kaltaligi. Xo'sh, mana bu ruchkalarimiz-chi? Ruchkalarimiz o'sha 55 mingdan 60 minggacha. 60 minggacha. Katta kichikligiga qarab turadi. Ya'ni mana shu yerdan boshlanadi, usta aka. 60 ming so'mdan tortib, va o'sha sifati zo'rlari 120 ming so'mgacha. Mana ular ham qancha? Bir 60 ming basi bir 80 ming atrofida bitadimi? Ha, kelishtirib beraveramiz. Kelishtirib beriladi. Joy bo'shatishga, joy bo'shatishga serob ekan. Nihoyatda ko'p ekan. Kelaverasizlar. Xo'sh, endi bu tomonlarga o'tadigan bo'lsak, bu tomonlarda mana ko'rib turibsizlar, har xil diametrda akalarimiz turbalarni yasashib, xalqimizga olib sotuvchi akalarimizga yetkazib berishyapti ekan. Agarda menga olib sotaman vohaga razmerda qilib bering desa, razmerda zakotovka qilib beriladi. Bitta o'ramda bo'lishi mumkin, masalan 10-15 tasi ichiga tixvoriladi. Ixchamli qilib, chiroyli qilib beramiz, shu mashinasiga sig'iydigan qilib. Sig'iydigan qilib. Va qoyil zo'r. Mana ko'rib turibsizlar, turbalari mana shu yerda ishlab chiqariladi. O narigi tomonda kattalari zakazmi aka ular? Ha, ularimiz zakaz aka. Zakaz. Necha diametr ular? 300 metr. Ularimiz razmeri xo'sh 600 lik. 600 lik. Diametrda. 2 metrgacha yasab beraverasizlar. Shunday emas aka? 2 metrgacha yasab beraveramiz. 600 ligin narxi qancha qilib berilyapti? 600 ligi 240 ming so'm aka. 240 ming so'mdan albatta ko'proq olsa kelishtirib beriladi, usta aka. Albatta, xolos. Tushunarli. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi arzon narxlarda turbalar, konteyner mahsulotlarini tashqari o'sha konteyner xorilar mana bu yerda ham bor ekan. Yana o'sha qayiqlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar. Ustaga rahmat. Salomat bo'lasiz.